Greenleaf ma'nosi yashil yaproq demakdir. Greenleaf korporatsiyasi 1998-yilda tashkil topgan bo'lib, 28 yildan beri dunyo miqyosida mustahkam o'rnashgan hamda 40 ta mamlakat bilan strategik ittifoqdir. Greenleaf korporatsiyasi 6 ta rivojlangan yirik mamlakatlar Germaniya, Shveysariya, Italiya, Fransiya, Yaponiya hamda Xitoy bilan shartnoma imzolagandir. 2016-yildan beri ushbu davlatlar Greenleaf brendi ostida o'z mahsulotlarini internet orqali MLM sotishni yo'lga qo'ydi. Korporatsiya Xitoyning eng yaxshi tabiati, ekologik toza hududi Suzhou shahrida o'zining kollagen, bambuk, aloe plantatsiyasiga egadir hamda ushbu korporatsiyaning kosmetik parki, diqqat qiling, 107 gektar maydonni egallaydi. Bu taxminan yangi O'zbekiston bog'i bilan teng degani. Greenleaf korporatsiyasi iste'molchilarga arzon narxlarda 8000 xildan ziyod bo'lgan mahsulotlarni taklif qiladi. Ulardan hojatxona qog'ozidan tortib tilla taqinchoqlar, kiyim-kechaklar va hattoki elektromobillari ham mavjuddir. Greenleaf korporatsiyasi mahsulotlariga GMP mahsulotlarning inson organizmiga nojo'ya ta'siri yo'qligiga bildirgi berdi. ISO mahsulotlarning sifat va brendlik darajasiga kafolat berdi. Halol mahsulotlarni har qanday musulmon davlatlari va insonlar iste'mol qilishligi to'g'risida kafolat berdi. UKAS qolgan barcha hujjatlarni tasdiqlovchi yuridik kuchga ega bo'lgan sertifikatdir. Qadrli vatandoshlar, haqiqatan ham Greenleaf yashil barg demakdir.